Assalomu alaykum hammaga. Bizlar Qo'shko'pir tumani O'zak yaptamiz. Qorovul mahallasi Oydinko'l ko'chasi 106-uy Jumanazar akaning uyidamiz. Mashinani donag'alla bo'lsa bir laykni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu uyimizda ham ko'mirdan atapini o'tirib berganmiz. Hamma materialni o'zlarimiz bilan kelib 1 yil garantiyasi bilan chiroylatib yashirgan narxda ishlab berdik. Sozing shu başta aytib o'tayım, adından chiqib ketgan bo'lim. Biz Xorazm viloyati Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab to'shkasini 450 ming so'mdan ishlaymiz. Oboy joylar bo'lsa, o'sha ishinde remont bo'lgan bo'lsa 500 ming so'mdan ishlaymiz. İşine qarab oxirida 1-2 so'm qaytib o'tib bo'ladi, lekin 400 ming so'mdan 350 ming so'mdan atab yana o'tiribmiz. 450 ming so'm to'shkasi 500 ming so'mdan oboy bo'lgan joylar. Hozir shuncha yerdan kelib ketarimiz va qatnab ishlaymiz. Dangni yaxshisi erta ishga chiqamiz, kechda kun botincha ishlaymiz. Mehnat ansat emas, oboy bo'lgan joylarni. Bu uyimizda ham shunday zamonaviy aluminiy batareyalarni qo'yib ishlab berganmiz. 15 tochka bo'ldi, 13 yerga batareya qo'yildi. Oboylardan qo'llangancha turban razmerlarida döşüp ishlab berganmiz. Biz shu atab yana o'tiramiz. Tazadan o'zlarimiz döşsek, shu turbanın razmerinde döşüşe harakat edemiz. Evvelki o'zini atab binasini döşüklari bo'lsa, ko'p evveldan atab bina o'tgan bo'ladi. Shularga to'g'ri yakkasa iloji yo'q. Misol uchun shu joyimizdan shu podachi turba chiqqanimiz evvelki döşüklere doğru yakkaldı. İçi evvelki ustalar misol uchun 100 lik turba olmasdan döşken bergan. Biz 32lik 25lik o'tiramiz. İçine şeben kerpiç tıkıp ishlagan ekanlar. Buyog'ini amallab akkuratniyat döşdik, lekin oyoq tarafi shu kerpichni olish uchun oboyni kesib 4 mushadak ishlaganmiz. Bu ikinci bateriyamiz, dolanımız 20 lat koyup verdik. Bu bateriyamiz kaç oldu? 30 metre uzaklıkta oldu. Atapinamiz polностью samotyok sistemada işlet tuttu. Podachi apparatga tartib ishlatganmiz. Atapinamizga 182 штук alüminyum batareya ishlatib berdik. Rossiyskiy latunli kraniklardan qo'yib ishlab berganmiz. Kraniklarni e'tibor berasizlar. Latunli kraniklar. 32 metrli 32lik 96 metre 25'lik, 40 metre 20'lik işletip berganmiz. Bu ikinci bateriyamiz. Şol uchun sho'rlarini mena o'zimiz tozadan döşganmiz. Shunday deb arkalarına gipsa kardon takıp oboylar yanmaslik uchun ishlaymiz. Buni birinchi döşkimiz. Yani ikinci, üçüncü tozadan döşkenlerimiz shunday deb ishlaymiz yine. Lekin evvelki döşklerine doğru yakkalsa iloji yo'q. Bu üçüncü bateriyamiz. Yog'i ko'rsatgan yerimi arka taraflari mena. Üçüncü bateriyamiz panellarimize tegiz hammasini 15 dan qo'yib berganmiz. Buyog'imizga baniyaga kirib ketgan. Bunda baniyadan chiqib kelganlari podachi apparatgasi. Bu 4-cü bateriyamiz. Bellarimize mena atot ishlatdik, hammasini rezvalarni qo'lda yo'nib 90 gradus turba yukda büküp chiroylatib ishlab berganmiz. Bu 4-cü bateriyamiz. Baniyalarimiz ham shunday kafirlarni banimizda 5-ci bateriyamiz 8 latlarni qo'yib berganmiz. Bir dalanımız 12'ye 5 metre ekan, birimize ham gidalan 20 lat giraverishar birini, keyin 15'ten her aynamız teyine qo'yib berganmiz. Bu uyimizda pozitiv 60-70% polnoteyindan o'tdi. Shuni o'zinadan polnoteyinda ishlab turban tortib kelishimizdan 2 kun vaqtimiz ketdi. Sho'rlarimiz daha banimizdan chiqib, yanda katyolumuz var. Katyola borincha biz stenamiz. Misol uchun 1, 2,
3, 4, 5 bataryamıza polностью 25'lik tartkamız podacha обратияsi. Kotyolun doğrusunda bo'lgani uchun ham sistemamiz arkasında kotyol turibdi. Kotyoldan buyoqlarimizdan 7 bataryamiz bor. Shu 7 bataryamizga uni podachasini 32lik etib, obratkalarni 25lik etib tortib kelganmiz. Otoplinamiz bu yerdan chiqarib berdik. Devordan chiqib qolgan 4,5 sm qo'yganmiz. Bu kuxnyamiz. Kuxnyamizga 10 lat birini qo'ydik. Bayimizga 8 lat, 7 lat birini qo'yib berganmiz. Otoplina o'tirgan yerimiz umum maydoni 275, başta 280 kvadrat yere otoplina o'tirib berdik. 6, 7, 8, 9, yerimiz 10 bataryamiz. Yandan 2 spalnimiz var. Bu spalnimizlarimizdan hammasini qaysi balandda podacha obratga o'tganligi hisobini 15dan qo'yib berdik. So'ng aytgan dövüşkün mashina o'zini avvalgi dövüşkanga to'g'ri yaqqoldi. Karush, Sheben karushda suvat ketgan ustalarimiz. Shuning uchun tumaloqat turgan razmerdan döş o'ynadik. Karushni olib tashlashga to'g'ri keldi. Undan oboyni iloji boricha akkuratni kesib oldik. Ertaga o'zlari uzatib qo'yadi. Ba'zimiz ham shunday bo'ldi. Avvalgi batareya to'g'ri keldi. Keyin peshimizni ichida avvalgi turbasi qolgan ekanmiz, shuni ichidan o'tirib qo'yaverdik. Bayatlarimiz ham shu ahvol bo'ldi. O'zini avvalgi dövüşkanga to'g'ri keltirib ham akkuratni olib chiqdi. Peshni yonlarida turib döşemedik. O'ng'aysizroq bo'ldi. Keyin bir ish xonamizda yana bu ham podacha obratga o'tgani uchun 15 lat qo'ydik. Dashlarini ham dövüşlarini bu yerda avvalgi dövüşkanga to'g'ri keldi. Namiz ham shundan iloji boricha amalladik. Potolokdan ko'rtirsiz 10 sm zazor qolgan. Keyin bunda bir ozroq yerini döşüp qo'ydik. Sababi o'zini to'g'risida ishlamasak ham devorlarga gipsokardon qo'yganmiz. Shu gipsokardondan chiqqan yalin döşgan joyini. Biz aytdik iloji boricha pastroqdan mo'rini tegnab o'tirib kelsak, yo'q iloji boricha bizning balandga o'tirib beranglar dedi. Shuning uchun tortganmiz, mehnati ongzod bo'lmaydi. Shuning uchun iloji boricha remont etmang burun otoplina o'tirishni maslahat beramiz. Bu 12 bataryamiz edi. Yalnız zalamızda bir bataryamiz bor. Yerimiz oxirgi 13 bataryamiz. Bu uyimizdan shu o'zlarimizda ishlab chiqarib turgan 4 kitobli kotyolarimizdan qo'yib ishlab berganmiz. Bizlardan qo'yib, mo'rlarimizni ochib tozalagan chiqimliklar. Kotyolimizdan 50 gradus bo'lib başta sovuyatir. Yaqqanimizdan 1 soatdan o'tdi. Hammalarimiz bir qator samolyot sistema aylanib keldi. Qaynaklarni ham hali ochib bilmadik, nosozlarni ham to'pladik. Kotyolimiz uzoqdan ko'rinishi. Kotyolimiz hakkında qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, kotyolimiz ichi deshamir 3lik listdan yasalgan. İchlarida rossiyskiy 20lik, 25lik turbalar qo'yilib ishlangan. Aslida ko'rib kuzatib boraverasizlar, kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, shu ekranda ko'rinib turgan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Xorazm viloyatidan Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir otoplinalarda o'tiramiz. To'chasi 450 ming so'mdan, oboy bu chiroyli bo'lib remontdan chiqqan joylar bo'lsa 500 ming so'mdan ishlaymiz. Mehnatini qarab. Bu uyimizga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. 38 million 146 ming so'm pul bo'ldi. Kelgan vaqtimizda 5 million avans olganmiz, ish boshlagandan keyin 10 million oldik. Bugun qolganini hisob kitobida topshirdik xudo xolasa. Sog' bo'lib salomat bo'linglar. Nimaga rahmat. Shu kanalni rivoji uchun like bosib obuna bo'lib qo'ying.